Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan men O'g'li Naiman. Короче, men bugun sizlarga aytgan edim. Men parkour haqida video chiqaraman deb. Nimaga bir haftami, 3 kundami yoki 4 kundan beri video chiqmadi? Sababi sizlar obuna bo'lmayapsizlar-da do'stlar. Men rosa xafa bo'lyapman. Endi 8 ta obunachi, voy, uyatda do'stlar, tushunyapsizlarmi? Kommentariyaga parkour haqida chiqadi desam, omad deb yozib yuboribdi. Bo'lmasa ketdik. Video cho'zilib ketmasligi kerak ekan. Bo'lmasa men bitta video chiqardim, u chiqarilmadi. Sababi 16 minutlikmish. Nima farqi bor? Sizlar ko'raverasizlar-ku. Sizlarga yoqadimi meni videolarim? Nima izohlarga voy. Olovanai legenda deb yozib yuboringlar. Короче, ketdik. Endi birinchi yiqilish, u 4 blok qo'yibdi-da, la'natlar. Padalinga la'natlar. O'tib olib turib, sakraymiz. O'tuvdim-u, qancha u anaqa kerak edi. Mayli bo'lmasa, do'stlar, keyin men bitta shader bilan tanishtirib o'tib ketaman. Oxirida tanishtirmasam mayli. Va keyingi video nima bo'lishini izohlarga yozib ketinglar. Qanaqa video chiqaray? Qanaqa qilib o'tadi u yerda? Video cho'zilib ketmasligi kerak ekan. Qanaqa qilib o'tadi? Men tushunib oldim shekilli hozir. 3 ekanda sakraymiz. Padalinga paypag'im. Bo'ldi, davay. Endi IQ darslarimiz ishga solib, terlab, pishib, IQ darslarini ming qilib, terlab, pishib, bijiq qilib o'tamayapmiz. Nima qilaman? Do'stlar, sizlar like va podpiskani ayamasdan bosavering. Eng qiyin trikim. Yo'q, bo'lmas. Qaranglar, qilib beraman. Ko'rdinglarmi? Eng qiyin trikim hozir. Yana tanishtirib o'tib ketaman mana. 180 gradus, orqa machasi 360. Bu ancha keyingi video gamer gaz do'stim bilan chiqadi. U ham Minecraft o'ynaydi. Kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Davay. U 268 ta podpiskadan jilamayapti. Chunki aktivi tushib ketdi. U ham menga o'xshab 4 kun 5 kun video chiqarmay ham qo'ydi. Sababi nimaga? Menga o'xshab video chiqarilmay qo'ydi. Yes, o'tdim. Do'stlar, men o'tdim. Tushunyapsizlarmi? O'zimiz mana qo'ramiz yoki bo'lmasa chappelar, mayli chappelar. O'zimiz chappech olyapmiz-a. O'zim birinchi marta o'tib xursand bo'lib ketyapman, do'stlar. Yo'q, tushib ketmadi, chiqib qoldi-ya. Davay, bo'lmasa o'tamiz. Chichmayman, davay. Nima aytishman? Ana. Birinchi etapdan ham o'tib oldik. Davay. O'tamiz. Like va podpiskani ayamasdan bosavering do'stlar. Oxirida bitta neo sakrash bor. Ashini o'rniga yetib turiblar. Sari ko'rsatib o'raman. Nechinchi tuzga возрождение bu safar qiyinroq bo'ladi desam, oson ekan. Yo'q, bu ham oson ekan. Men tushundim, hech bo'lmas. Sakraymiz. Yes, o'tib oldik. Oson. Men bitta ham yiqilmadim shekilli bu videodan. Bu videodan emas endi anaqadan. Nima deydi? Yo'q, mana ispitaniyadan endi birinchi marta yiqildim. Jiddiy qoluvdi-ya. To'y bo'lmasa o'tamiz. Yo'q. Voy, video cho'zilib ketyapti do'stlar. Bo'lmasa mana u menga barib video cho'zilib ketyapti-da. Chiqarilmay qo'ysa yana to'y sakraymiz. Nari Kalmar o'yinini 1000 ta odam ko'rdim. Men undan vafshe xursandman do'stlar. Uni chambarlar sakrash yomon ko'raman. O'tgan safar men zo'r oltin to'ldim, davay. Endi IQ darajlarimiz ishga solib 580 gradus bo'lib ketdi. Mayli. Bunday qilib turib IQ darajalarimiz ishga solib bijiq qilib o'tib oldik. Endi bunisiga ham o'tdim. Yes. Хорош.
Qo'rqib ketyapman do'stlar. Yo'q, padarlanat. Kichik qoluvdi ya do'stlar. Men tushundim shekilli, men qaranglar. Bunday qilib turib o'tamayapman-da do'stlar. Sizlarga ko'rsatmasdan o'tib boraman. A few moments later. Padarlanat, to'g'ri o'tib oldim. Sizlar uchun 180 gradus kichik qoldi do'stlar. Yiqilib tushganda ham bo'lardi. Doy sakraymiz. Bu yerdan anaqa yo'q. Bu halol o'tyapman. Mod joylardan nima deydi? Kreativ qilib o'tyapti, tворческий qilib o'tyapti deb o'ylamanglar. Bu video anaqa naq приключение. Приключение emas ekan. Sindirsa bo'lar ekan. Chunki do'stlar, yo'q. Приключение emas ekan, mayli. Lekin anaqa kreativga qirib ko'rganman-da men bitta bu yerda o'ynab ko'rdim. Oxirida bitta neo sakrash bor ekan, yomon qiyin ekan do'stlar. Uy, shu bo'lmaganda hozir o'lib ketardim. Yo'q, padarlanat. Bo'lmasa endi IQ darslarni ishga solib, bijiq qilib o'tib avashatda tezda. Davay. Bunday qilib turib zo'r oltin tug'ildim do'stlar. Bunday qilib turib. Davay, bismillah. Yes. O'tib oldim mana. Keyingisi qiyinroq ekan. Mashina keyin qanaqa o'yinda o'ynay? Do'stlar, bir necha minut gapirmay turaman. Va nihoyat bu keyingisi davay o'tib oldi mana. Halol o'tdim, halol. Davay bo'ldi. Ne bu holati? Sassola. Naringda siliz bor ekan. Davay bo'lmasa. Davay. Keyingisi вообще ekan, o'sha qiyin ekan, do'stlar. Ana ne o'sa kirash, do'stlar. Bundan o'tib oldik. Yana bir dona neo sakrash qoldi. Davay. Neo sakrash qoldi deyman. Voy. Bunga men sakra bilmayman. 3 turib qoldim, 3 ga boru. Yo'q, padarlanat. Jicha qoldi ya. Davay, endi bo'lmasa bunday qilamiz. Bunisi ham siypanib ketyapti do'stlar. Videomiz 10 minut bo'lishi kerak edi, qaranglar. 100 minutni 100 soatdan urinishlardan keyin. Ana. Chichvaray dedimi? Sakraymiz. Xarosh. Mana keldik biz la'nati joyiga. Skelet kallasi turibdi ekan. Padarlanat. Davay bo'lmasa. Yo'q, kichcha qoluvdi ya do'stlar. Qanaqasiga bu? Endi dadam o'ldiradi akajon. Tezroq o'tamiz. Yo'q, padarlanat.
Video 10 minutlik bo'lishi kerak edi. Ana 10 minut bo'ldi video, to'xtab turinglar. Do'stlar, davay. Oxirgi urinishim. Davay. Bunday qilib turib. Davay. Yo'q, padarlan. Xayriyat do'stlar, yana kelib oldim. Shunaqa joylardan ichi qo'lsinib ketishiga. Yo'q. Do'stlar, yana keldi. Buni o'tamasam bo'ldi, video tugaydi. Yes do'stlar, o'tdik. Xayriyat, o'tdik. Xarosh. Yo'q, jicha qoldi-ya. Xayriyat. Tutamiz. Bu yog'iga tupurganim bor, bu yog'iga tupurganim bor. Sakrash. Davay, yengizlarga uyas o'tdik do'stlar. Mashinasida men parkur. Tushunayapsizlarmi? Endi bitta o'rniga tushib qo'yamiz. Ketdik. Bitta qiyin durikun do'stlar. O'g'rilar. Maytga 180 gradus, orqa machasiga 360 gradus keyin. Davay, bunday qilib yo'q bo'lmay qoldi hozir. Bunday qilib turib 180 orqa machasiga. Endi ashni sal tezroq qilamiz. Xo'p. Yes, ko'rdinglarmi? Salban Olovanay bo'ldi. Hammaga xayr.